Namangan shahridagi markaziy stadionda Navbahor futbol klubi tarkibini tanishtirish va taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Yangi mavsum oldidan o'tkazilgan marosim haqida muxbirimizning hozirgi reportajda tanishasiz. Navbahor futbol klubining an'anaviy mavsumoldi taqdimot marosimi bu gal o'ziga xos tarzda o'tkazildi. Marosimda jamoaning o'tgan yilgi mavsumda erishgan yutuqlari sarhisob qilinib, yangi futbolchilar tanishtirildi. Unda futbol ishqibozlari, muxlislar, klubning o'rinbosarlar jamoasi, futbolga ixtisoslashgan maktab internati o'quvchilari, faxriy sportchilar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Dastlab Navbahor futbol klubining o'tgan yilgi Superligadagi ishtiroki va unda erishgan natijalari haqida videorolik namoyish etildi. Taqdimot marosimida viloyat hokimi, viloyat futbol assotsiatsiyasi prezidenti Shavkatjon Abdurazzoqov barchani yangi futbol mavsumi boshlanishi bilan muborakbod etdi. Xususan, mamlakatimiz prezidentining sportga, ayniqsa millionlar o'yini hisoblangan futbolni rivojlantirishga qaratayotgan e'tiborlari o'z samarasini berayotganiga alohida to'xtaldi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz muxlislar, hurmatli futbolchilar. Avvalambor o'zim nomidan, viloyat rahbariyati nomidan, millionlab muxlislarimiz nomidan yangi Navbahor futbol jamoasini yangilangan tarkibini Namanganga xush kelibsizlar deymiz. Navbahor o'z an'analarga ega jamoa, hech qachon Superligani, Oliy ligani tark etmagan va doim o'ziga katta maqsadlarni oldiga qo'yib yurgan jamoa hisoblanadi. Shuning uchun bu yil ham viloyat rahbariyati, jamoatchilik, homiylar, muxlislar bilan birgalikda juda katta seleksiya ishlari amalga oshirildi. Oldingi yillardagi xato kamchiliklardan xulosa chiqargan holatda tarkibni boshqacharoq tuzishga, yoshartirishga, holatiga ko'proq ahamiyat berishga qaratildi. Men o'ylayman, bu yil ham tarkib mana shu raqobatbardosh, ya'ni sovrinli o'rinlarga kurashishga qodir jamoa shakllantirildi. Albatta bunda bizni mana shu jonkuyar muxlislarimizni o'rni katta, chunki imkoniyat oz bo'lishiga qaramasdan, imkoniyatlar moliyaviy imkoniyatlar cheklangan bo'lishiga qaramasdan muxlislarimizni talabi kuchliligi sababli shunaqangi jamoa shakllantirildi. Juda katta tayyorgarlik ishlari amalga oshirildi. Avvalo infrastrukturani rivojlantirish uchun mana hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan bolalar sportiga, bolalar futboliga ko'p e'tibor qaratilyapti. Futbol akademiyasi uchun yangi binolar qurildi, mana ko'rdinglar. 13 milliard so'm davlat byudjetidan mablag' ajratilib, Yoshkuch stadionida barcha sharoitlar yaratildi. Qolaversa, Namangan futbol maktabini mahalliy byudjet hisobidan yangi stadionlar mana qalla deysizlar, shu shakllantirib joyi qo'yildi. Kosonsoy tumanida, Namangan tumanida, mana Dinamo hamma stadionlarimiz tayyor holatga keltirildi va mana shu mavsumga tayyorlandi. Asosiy stadionimizda ham ko'p kamchiliklar bartaraf etilib, bazadan tortib hamma tayyorgarlik ishlari amalga oshirildi. Qolaversa, asosiy jamoamizni mana shu o'zi xohlagan, o'zi talab qilgan Birlashgan Arab Amirliklarida, Turkiyada yig'inlari o'tkazilib, mana shu dunyoni har xil mamlakatlardan jamoalar bilan o'zlari bir o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazishdi. Bu ham bo'lsa hammasi mana shu yangi mavsumga tayyorgarlik ishlaridan dalolat. Barqaror jamoaga aylantirib harakatdamiz va buni uddalaymiz ham. Buning uchun barcha hurmatli prezidentimiz tomonidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi federatsiyasi nomidan barcha sharoitlar yaratib berilgan, buni joy-joyi qo'yiladi. Hech ikkilanish bo'lmasinki, Namanganda Navbahor hech qachon tashlab qo'yilmaydi. Shuning uchun men o'ylayman, bu yil umuman boshqacha muhit bo'ladi. Ishchanlik, do'stona muhit bo'ladi, komandaga ishonch muhiti bo'ladi. Komandani bolalari ham hozir yana alohida suhbatlashamiz. Hammasi ko'rdinglar, birinchi navbatda mahalliy o'zimiz namanganlik bolalarni tortdik. Hammasi keldi mana. Bularni olishimizdan maqsad ko'proq mahalliy futbolistlar orqasidan mahallasidagi, mana tumanidagi, shahrimizdagi odamlarning orqasidan mana mahallamizdagi palonchi Navbahorda o'ynayapti. Manaqa natijalari bor deyish kerak. Shuning uchun biz birinchi navbatda Namanganda futbolistlarni bu yilga shunaqa strategiya qildik. Qolaversa, jon qo'ydirib, endi ozgina xato qilsa ertaga ko'chaga yurishini ham o'ylaydi. Hammaga mahallada bosh ko'tarib yurishini o'ylaydi. O'shaning uchun boshqacharoq yondashadi. Ko'p tagida ma'no bor. Bu yilgi qo'yilgan mana shu vazifalarni hammamiz birgalikda amalga oshiramiz.
Men jamoaga avvalambor kuch-quvvat va omad tilayman. Prezidentimiz doim aytadilar, futbolda adolat bo'lsa, rivojlanish bo'ladi. Mana olimpiadaga chiqilyapti. Shunaqa ishlarni biz jamoalarni qo'llab-quvvatlash orqali chiqarishimiz kerak. Bu ishlarni hammasini birgalikda amalga oshiramiz. Yana bir bor jamoaga omad tilayman. Muxlislarga kuch-quvvat va ko'tarinkilik tilayman. Sog' bo'linglar. Navbahor jamoasidagi o'zgarish va yangilanishlar ham ijobiy samara beryapti. Bunda klub rahbariyati, jamoa bosh murabbiyi, futbolchilarning o'ziga xos tizim asosida faoliyat yuritayotgani katta ahamiyatga ega. Eng asosiysi, umidli yosh mahalliy futbolchilarning asosiy tarkibga kiritilgani bo'ldi. Yangi mavsumga tayyorgarlik jarayonida ham ko'plab o'zgarishlar, yangilanishlar ro'y berdi. Shundan so'ng Navbahor jamoasiga taklif etilgan yangi futbolchilar tantanali ravishda muxlislarga tanishtirildi. Ularga futbolkalar va raqamlar topshirildi. Taqdimot juda ham a'lo darajada o'tdi. Viloyat hokimimiz va rahbarlar muxlislar bilan ko'tarinki ruhda o'tdi. Barcha o'yinchilarni tanishtirishdi. Bu jamoada ikkinchi yil, xudo xohlasa. Bu mavsumda ham o'zim va jamoa bilan birgalikda juda yuqori maqsadlarni qo'yganmiz. Xudo xohlasa bunaqa muxlislar bilan, bunaqa rahbarlar bilan yuqori maqsadlarga erishishimiz kerak. Ichki muhit a'lo darajada. Olimpiadani o'yini hamma biladi, juda zo'r o'tdi. Endi biz o'ylagandek rezultat qila olmagan bo'lsak ham, yaxshi qatnashdi deb o'ylayman. Namangan muxlislari juda ham zo'r. Bu menimcha O'zbekistondagi eng zo'r muxlislar shu yerda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Juda ham yoqadi menga. Bugungi taqdimot ham juda ham ajoyib o'tdi. Namanganda juda ko'p kutilgan chempionlikda Xudo xolasa bu yil olamiz. Marosimda Navbahor jamoasining ko'plab muxlislari va fan klublari a'zolari futbolchilarni qo'llab-quvvatlab turishdi. Ular bu yilgi mavsumda ham Navbahor lochinlarini uydagi o'yinlarda, safardagi uchrashuvlarda doimo qo'llaydilar va muxlislik madaniyatiga rioya etadilar. Marosimda Navbahor klubi bosh murabbiyi Sergey Lushan jamoa oldida turgan mas'uliyat, xususan Superliga uchrashuvlarida faqat g'alaba uchun maydonga tushishlarini alohida ta'kidladi. Bu safar ham muxlislar ishonchi uchun faqat g'alaba uchun astoydil harakat qilishlarini bildirdi. С прошлого года у нас осталось 10 человек. Jamoamiz tarkibi qariyb butunlay yangilandi. O'tgan mavsumda klubda to'p surgan 10 nafar futbolchi bu yil ham o'ynaydi. Yana 20 nafar yosh iqtidorli, salohiyatga ega mahalliy futbolchilar va legionerlar taklif etilgan. Superligaga tayyorgarlik jarayonlari ko'tarinki ruhda o'tdi. O'z uyimizda so'ngra Birlashgan Arab Amirligi va Turkiyada o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazdik. O'rtoqlik uchrashuvlarida jamoaning imkoniyatlarini nazoratdan o'tkazib oldik. Yaxshi jamoa shakllantirdik va muxlislarni xursand qiladigan natijalarga erishish uchun astoydil bel bog'laganmiz. Birinchi tur uchrashuvida Samarqandning Dinamo klubiga qarshi maydonga tushamiz. Qolgan vaqt oralig'ida asosiy o'yinchilar va zaxirada qoladigan futbolchilarni tanlab olamiz. Bu yilgi mavsumdan umidimiz katta. Navbahor klubi Superligadagi dastlabki uchrashuvni 9 mart kuni o'z maydonida Samarqandning Dinamo klubi bilan o'tkazadi.